Hallo, heute lernen wir das deutsche Alphabet. Los geht's. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. 3 umlautimiz bor. E, Ü, Ö. E umlautoga misol. Käse, Käse. Mädchen, Mädchen. Bär, Bär. U umlautoga Ü yani Gemüse. Übung, Übung. Tüte cho'zib o'qiladi. Tüte. Ö, Löwe, Löwe. Löffel, Löffel. Löffel. 12, 12. Cho'zib o'qiymiz. Endi maxsus kombinatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Au, oy, oy, ay, i, shp, sht, sh. O'qilishini tushundingizmi? Endi misollar bilan ko'rib chiqamiz. Au, baum, baum. Euro, Euro. Häuser, Häuser. Bein, Bein. Brief, Brief. Stadt, Stadt, Stadt. Schule, Schule, Schule. S va H harfi birgalikda ikkita tovushni beradi. Sh va H. Quyidagi harflardan keyin yoki quyidagi birikmalardan keyin sh harfi a, o, u, au kabilardan keyin h deb talaffuz qilinadi. Hozir misollar bilan ko'ramiz. Küche, Küche. Licht, Licht. Sh kabi talaffuz qilinyapti. Endi keyingisi. Kuchen, Kuchen. Bauch, Bauch, Bauch. Ha, Bauch. H harfi bilan. SZ va double S harflari. SZ bilan cho'zib o'qiymiz. Fuß, Fuß. Fluss. Qisqa talaffuz bilan. Fluss. E va A harflari birgalikda qanday o'qiladi? So'zda kelganda, masalan, massa, massa. A bo'lib o'qilyapti. Messer emas. Lehrer, Lehrer. A bo'lib o'qilyapti. Lehrer emas. Lehrer, massa. Endi bu yerda Lehrer erkak o'qituvchiga nisbatan aytiladi. Agarda ayol o'qituvchi bo'lsa, Lehrerin bo'ladi. Oson bo'lishligi uchun Lehrer bilan berdim. Shunga o'xshash yana qanday misollarni bilasiz? C va K birgalikda K deb o'qisak bo'ladi. Masalan, Jacke, Jacke. Yana bir misol, Rock, Rock. Yubka degani. Kommentariyada vazifani bajaring va obuna bo'lishni unutmang. Ciao.